asli bahosi $96,000 so'ralayotgan uyda pul zarlagan cho'tki narxga berib yuboramiz deyishyapti. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Xo'p, Frunskiy massivda sayohat magazini shunday qilib orqasida ko'ryapsiz, elitniy, moshniy mahallada gaz svetlardan umuman muammo yo'q. 7,5 sotixlik tayyor. Mana ko'pincha hovli uyimiz obzorga keldik. Hovli uyimiz yangi qurib bitkazilgan uy. Kirasiz, yashaysiz inshaalloh. Bu hovli uyda eng katta afzalligi mashaalloh ko'ryapsizlar, uyda kirish qismiga solgan, u tarafga chiroyli qilib bitta inshaalloh kottej formada qo'shnilarni ko'rasizlar mana. Qo'shnilardan ko'rgan operatorimiz chiroyli qilib shunaqa ikki etashkali bir haybatli moshniy qilib sizdan bu tarafga qarab uy solsangiz bo'ladi. Ba'zi ikkinchi xo'jalik yashasa bo'ladi bemalol. Aytib o'tganimizdek, umumiy maydoni 7,5 sotik. Chiroyli qilib ruchatkalar yotqizib qo'yilgan. Kirganimizda birinchi o'ng qo'limizda katta spalni, sanuzel ichida bo'ladi. Undan keyin mana chiroyli oshxonamiz bor, ichini ko'rsatamiz rostdan. Bu tarafda ikkita spalni, bitta zalimiz bor. Operator bir boshdan ko'rsatamiz, bo'lmasa mana kirishimiz bilan katta bu spalnimiz, birinchi parket pollar qilingan, polni aboy. Kirasiz, yashaysiz inshaalloh, rasxod yo'q deyarli inshaalloh. Bu tarafimizda mana chiroyli, kichkinagina, ixchamgina xo'p, sanuzelimiz. Xo'p, xonadonimiz ataplangan, nima qilingan, cho'pli pol qilingan, o'zini isitish tizimlariga ega inshaalloh. Akfaromlar, ko'rganingizdek, ham akfa qilingan. Bu yerda eng zo'ri qishin yozin gaz o'chmaydi. Qishin yozin bitta gaz zo'r bo'ladi. Mahalla moshniy mahalla. Bu bitta zal qismimiz. Zallar ham aboy qilingan inshaalloh. Bu bir boshdan ba'dan ko'rsatamiz. Mana inshaalloh ko'pincha pokiza holatda. Xo'p, bu ikkinchi spalnimiz. Bu kichkinalar yotoqxonasi. Xo'p, bu tarafda kattalar yotoqxonasi bor. U bilan buni farqi sanuzelida, ichkari qismida sanuzellargacha bor inshaalloh. Yana ko'rsatasiz. Xonadonimizni tashqi fasadlari ham hamma yo'g'i tayyor inshaalloh. Olasiz, yashaysiz. Mana ichkariga kirganimizda bu ikkinchi sanuzeli, ikkinchi sanuzeli ham polni kafel qilingan inshaalloh. Xo'p. Bugungi kunda cho'tki narxga berib yuboraman deyapti xonadonimizni. Bu oshxonamizni ham oxir ko'rsatib qo'yasiz. Ikkitadan aristoni bor. Duh konturni atapleniyalari hamma yo'q ichida inshaalloh, xudo xolasa. Yaxshi inshaalloh. Bu 2010-yilda tepasida qurilgan uyimiz. Xonadonimizni bugungi kunda $88,000 berib yuboraman deyapti. Inshaalloh kesin yana chiroyli narxda qo'limizdan kelgancha tushirtirib olib beramiz. Qo'shimcha ma'lumotlar telefon orqali. Assalomu alaykum.